Tabiatning o'zini qonun qoidasi bor. Bu qonun qoidaga biz ziyon keltirishimiz kerak emas. Har daqiqada 10 kvadrat hosildor yer cho'lga aylanib boryapti. Har o'qib yuragim zirillaydi. Qanday qilib uning baquvvat ildizlari bilan 25-30 yoshli daraxtni ko'chirib bo'ladi? Ko'chirib bo'lmaydi. Men o'simlikshunos olim sifatida ayta olaman. O'shaning uchun xalqimizda dono bir naql bor. Daraxt bir joyda ko'karadi. Biz o'ta ma'naviyatni, o'ta o'sha ekologik jihatdan ham birinchi o'rinda turgan bir millat bo'lamizda. Hozirgi kunda boshlang'ich sinflarda ekologiyaga taalluqli dars kiritilmagan. O'quvchilarimizda ekologik diplomatiyaning muhim belgilaridan bittasi o'quvchilarni faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishda. Bunga hech qanaqa izohni hojat yo'q. Har bir fanni o'qitayotgan paytda albatta ekologiya bilan bog'lash kerak deb o'ylayman men. Toshkentda o'rta hisobda bir sutkada 400 litrdan oshiq suv sarf. Bugun ekologiyada biz ayollarning rolini oshirishimiz kerak. Chiqindini tashlayotgan paytim bog'chadagi o'g'lim buni tashlash mumkin emas dedi. Ekologik ta'lim tarbiyani inson o'zidan boshlash kerak. Tabiatga bo'lgan ehtirom xalqimizda tarix kabi ko'kdi. Bugungi sessiyamizda mana shu savollarga javob topamiz. Assalomu alaykum hurmatli tadbir ishtirokchilari. O'zbekiston ekologik partiyasi tomonidan tashkil etilgan munozara klubining navbatdagi sessiyasiga xush kelibsiz. Bugun hech birimizni befarq qoldirmaydigan dolzarb masala jamiyatda ekologik madaniyatni shakllantirish va rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari mavzusida suhbatlashish, mavjud holatni muhokama qilish hamda real takliflarni o'rtaga tashlash uchun yig'ilganmiz. Bugungi tadbirda Qonunchilik palatasi deputatlari, partiya faollari, tabiat jonkuyarlari hamda bir qator ekspertlar qatnashmoqda. Sessiyaning umumiy davomiyligi 60 daqiqani tashkil etadi. Tadbir quyidagi asosiy 3 yo'nalishdan iborat: ekspertlar taqdimotlari, savol-javoblar va yakuniy xulosalar. Ijozatingiz bilan bugungi tadbirimizni boshlaymiz. Munozaramizga taklif etilgan ekspertlarimizni tanishtirib o'taman. Alixanov Boriy Batirovich, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputati, Xalqaro ekologiya va hayot faoliyati xavfsizligi akademiyasi akademigi, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori, professor. Yarmatova Dilorom Yarmatovna, qishloq xo'jaligi fanlari doktori, O'zbekiston Davlat jahon tillari universitetining ekologiya va yashil resurslar kafedrasi mudiri. Ahmedov Xurshid Po'latjonovich, Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi ekologik diplomatiya bo'limi boshlig'i. Hayitov Iskandar Samandarovich, tarix fanlari nomzodi, dotsent, mehnat faxriysi. Bugungi mavzumiz juda ham dolzarb, chunki so'nggi paytlarda ekologik madaniyat tushunchasiga bot-bot murojaat qilyapmiz. O'zi bizda ekologik madaniyatning tub ildizi qayerga borib taqaladi? Bunga tarixda qanday misollar bor? Tabiatga bo'lgan munosabat yaqin va uzoq tarixda qanday bo'lgan degan savollar o'rtaga tashlanyapti. Biz bugungi munozaramizda mana shu savollar atrofida atroflicha fikr yuritamiz. Eslatib o'taman, har bir taqdimot uchun 5 daqiqagacha vaqt ajratilgan. Birinchi so'z navbati ekologik madaniyatni milliy qadriyatlarimiz sifatida targ'ib qilish mavzusida so'z yuritish uchun tarix fanlari nomzodi, dotsent, mehnat faxriysi Hayitov Iskandar Samandarovichga bersak, marhamat. Bugun ekologik partiya tomonidan haqiqatda juda bir dolzarb masala ko'tarilgan. Chunki bugun ekologiya masalasi qiziqtirmaydigan odam o'zi bo'lmasa kerak. Hammamiz mana shu ekologiyaga u yoki bu ma'noda anaqadir bir aloqadormizda. Endi hayotni olib qaraydigan bo'lsak, ekologiya nima uchun dolzarb qoldi? Desak, masalan, bizni yoshligimiz paytlarida biz eslasak, ekologiya mutlaq boshqacha ekan. Bizni xalqimizni bu milliy qadriyati o'zi ekologiya. Biz qadim-qadimdan bundan 3,5-4 yil oldindan mana shu ekologiya masalasiga e'tibor qaratganmiz. Jumladan o'sha muqaddas kitobimiz Qavessida aytilgan yerga, suvga, havoga, boshqalarga hech qachon ziyon keltirmagan. Shuni bizim fikrimizda qolgan, qongimizda. Ota-bobolarimiz bizga aytardi: "Voy o'g'lim, sen mana bu ariqqa chiqmagin suvga yoki o'sha chiqindini suvga tashlamagin" degan gaplarni aytadi. Shu gaplar esimizda qolgan. O'ylab tursam, o'sha payti bir qiziq bo'lgan ekan. Bu 50-yillarning oxiri, 60-yillar boshi o'tgan asrda mana paxta ekkanda paxtada ariq bo'lardi, o'qariq deyiladi. Shu ariqda suv oqarib, suvdagi biz nonni botirib, shu suvni ichardik. Nonni o'tib yedik o'sha. Undan keyin o'sha o'qariq o'zida baliq bo'lar. Baliq tutadigan paxtaning ichida baliq tursa qarang. Ekologiya bu, demak,
mana hozir 50-60 yil 70 yil o'tdi, nihoyatda o'zgarib ketdi. Hayot albatta hayot taqozo qildi, chunki sababi bu filmiy texnika inqilobi bo'ldi. Bir tomondan juda yaxshi, bu insoniyat taraqqiyoti anchagina rivojlanib ketdi. Biz bunga albatta hammamiz ham xursandmiz. Lekin shu bilan birga ayrim sohalar qanaqadir ekologiyaga, tabiatga ta'sir ko'rsata boshladi. Tabiatning o'zining qonun qoidasi bor. Bu qonun qoidaga biz ziyon keltirishimiz kerak emas. Va agar ziyon ketadigan bo'lsa, tabiat albatta o'zinikini oladi, ta'sirini ko'rsatadi. Qaysi bir ma'noda, yo toshqin bo'ladi, yo bir zilzila bo'ladi, yoki bu borchimiz bo'ladi, tabiat o'zining qonuni, o'zining qoidasini oladi. Mana shuning uchun men aytmoqchiman, masalan, 70-yillarda o'tgan asrda butun mamlakatda kimyo sanoati rivojlanib ketdi. Kimyoga juda katta e'tibor berildi. Juda katta kimyo zavodlari qurindi. O'g'itlar ishlab chiqaradi boshladi. Mana shu o'g'itlardan foydalanish ekologiyaga juda katta salbiy ta'sir ko'rsatdi. Jumladan haftaga yerda sug'orishda shu ekologiyadan foydalanish oqibati nima bo'ldi? Demak, ilgarigi o'sha tabiiy bo'ladigan o'g'itlardan, jumladan masalan chorva mollarini, chiqindilardan, boshqalardan foydalanish o'rniga endi bunaqa kimyoviy o'g'itlarni kelishi, bu yuqorida aytganimiz suvlarni zaharlab, endi suvni ichish yo'q. Uni ustiga demak, paxtani ko'paytirib, qush tuzgan samolyotda ayni tasvirlarni yozib, bechara kolxozchilar lonni yeb turgan paytda zaharni sochib o'tib ketdi. Mana shunday zamon vaziyati bo'ldiki, buni demak o'sha davrda bizdan xalqdan yashirishdi. Mana biz sizlarga bitta misol keltiraman. Shu 70-yillarda masalan Vyetnamda Amerika Qo'shma Shtatlari urush olib borgan paytda jon boshiga bir yilda 3 kilogramm turli xil zaharli kimyoviy moddalar ishlatilgan. Jon boshiga urushga deyapti odam. Lekin bizda O'zbekistonda paxtani rivojlantirish uchun bir yilda jon boshiga 54 kilogrammdan kimyoviy zaharli modda ishlatiladi. Lekin bu hech joyda aytilmas. O'shaning uchun ham bizim farzandlarimiz nogiron tug'ildi, yoki bo'y o'sib qoldi, yoki qanada onadan biz kasal bo'ldi, kamqonli bo'ldi, boshqa bo'ldi, bira ekologiyalik oqibati. Mana shularni hammasi biz tiklashimiz kerak, qadriyatimiz bu. Buni avaylashimiz kerak, asrashimiz kerak. Endi biz nuroniy sifatida ko'rganlarimizda aytyapman, lekin bu sohada mutaxassislar bor, mutaxassislar o'zlarining fikrlarimiz bilan o'rtoqlashishadi. Shuning uchun demak, mana hozir bor ekanmiz bu masalada juda katta mutaxassislar shu fikrlarni davom ettirib, Mana Iskandar aka to'g'ri aytdilar. Tabiatga bo'lgan ehtirom xalqimizda tarix kabi ko'kdi. Bizni qon tomirlarimizga singib ketgan va asrlar osha meros bo'lib kelgan tabiat bilan uyg'un yashash, tabiat bilan tabiatni inikosini aniqlagan holda uni anglab yetishga ota bobolarimiz har doim intilib kelgan va avloddan avlod o'tib kelgan. Agar tabiat qayerdan boshlanadi deyilsa, tabiat har bitta insonni uyini ostonasidan boshlaydi. Endi asotir tafakkurni olib qaraydigan bo'lsak, asotir tafakkur mana hozir Avestan esga oldilar. O'sha asotir tafakkurda ham 4 ta unsur muqaddas hisoblanadi. Bu olov, suv, yer va havo. Mana shu 4 tasi haqiqiy unsurlar, ya'ni muhit allan muqaddas hisoblanadi. Shuni inobatga oladigan bo'lsa, bu masalalarning hammasi insonlarda, ayniqsa sharq xalqlarida, sharq mutafakkirlarida mana shu ko'pchilik bahs munozaraga sababchi bo'ladigan narsalar aytadi. Tabiatga bo'lgan ilmiy qarashlar qayerdan boshlangan? Tabiatga bo'lgan ilmiy qarashlar sharqdan boshlangan. Va sharqdagi ilmiy asoslarga asoslangan holda o'sha Aristodan tortib aynan bizni sharq mutafakkirlarimiz Muallim Soniy, Farobiydan tortib kelgusida yashab kelgan bizni vatandoshlarimizni ham asarlarida, ham xohish irodalarida uni o'zini ifodasi bor. Mana Abu Rayhon Beruniyni olaylik. Abu Rayhon Beruniy o'zini 130 ta asarlaridan hozirgi kunda bizga 30 ta, 40 tasi yetib kelgan. O'shani asarlardan qaraydigan bo'lsa, Hindiston bu asari bo'ladi. Mineralogiya asari bo'ladi. Bularning hammasi tabiatga bo'lgan munosabat va tabiat qonuniyatlarini anglab yetishga harakat qiladi.
yoki Ibn Sinoni olaylik. U insonni salomatligini aynan tabiat bilan bog'lagan. Yoki tasavvuf falsafasini olib qaraydigan bo'lsak, tasavvuf falsafasini eng katta cho'qqisi bo'lgan Alisher Navoiyni asarlarida ham tabiatni tarannum etilgan. Boburnomani olaylik. Boburnomada ko'pchilik o'ylaydi, bu Boburni lashkarboshi sifatida uni harbiy yurishlari to'g'risida ko'pchilik agar o'qimagan bo'lsa, vaholanki Bobur o'zining asarida o'simlikni, hayvonotni, Hindistongacha borgungacha hayvonotni, o'simlikni aynan tasvirlab bergan. Faqatgina tasvirlashi u mana ko'rinishi chiroyli ekanmiz, uni anatomiyasini, hayvonot dunyosini anatomiyasini, o'simlik dunyosini morfologiyalarini ifodalaydi. Abu Rayhon Beruniyni agar ifodalarini oladigan bo'lsak, Ibn Sinoning asarlarini qaraydigan bo'lsak, ularni hozirgi kundagi barchasi o'zini hozirgacha dolzarbligini yo'qotdi. Xo'p, biz ota bobolarimizdan mana shunday qadriyatlarni, nahotki mana bizni oqsoqollarimiz, biz o'zimiz, bizga ota bobolarimiz suvga turma, daraxtni sindirma, yerni toptama, jonivorga ozor berma degan tushunchalar bilan, g'oyalar bilan bizga yetkazilgan. Nima uchun rishtalar uzildi? Men shu savolni hanuzgacha o'zimga savol beraman va savolga javob topolmayapman. Boriy Botirovich, juda qimmatli fikrlar uchun rahmat. O'ylaymizki, bugungi sessiyamizda mana shu savollarga javob topamiz. Keyingi taqdimot yosh avlodda ekologik ta'lim-tarbiyani shakllantirish borasida olib borilayotgan ishlar mavzusida so'z Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligining ekologik diplomatiya bo'limi boshlig'i Ahmedov Xurshid Po'latjonovichga beriladi. Marhamat Xurshid Po'latjonovich. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli ekspertlar, hurmatli munozara ishtirokchilari. Aytishimiz mumkinki, bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha Maktab vazirligi tomonidan bir qator ishlar amalga oshirilib kelmoqda. Jumladan aytishimiz mumkinki, shu hukumatimiz tomonidan bu ishlar bo'yicha bir qator qaror va farmonlar qabul qilingan. Aytishimiz mumkin, 2024-yilning 23-iyundagi Prezidentimizning 106-sonli farmonlari asosida bevosita vazirligimiz tizimida ekologik diplomatiya bo'limi tashkil topgan. Bu ekologik diplomatiya o'zi nima? Endi buni ko'pchiligimizda xabarimiz bor. O'zi bu termin aslida 20-asrning ikkinchi yarmidan muloqotga kirib kelgan bo'lsa, bevosita bu ekologik diplomatiyaning ahamiyati, ya'ni shu xalqaro va mahalliy darajadagi ekologiyaga oid, bundan tashqari o'sha tabiatni muhofaza qilishga oid muammolarni hal qilish uchun o'sha hamkorlik qilish jarayonidir. Endi bu bo'yicha aynan ta'lim tizimi bilan yosh avlodga bog'liq tizimini aytishimiz mumkin. Bevosita mana shu farmon asosida bizga bir qator vazirligimizga vazifa topshiriqlar berilgan. Eng avvalo 106-sonli farmon asosida biz o'sha ekologik ta'limni rivojlantirish hamda soha strategiyasini ishlab chiqish vazifalari qo'yilgan. Bundan tashqari shu Prezidentimizning 171-sonli qarorlari asosida bevosita ekologiya, atrof muhitni asrash muhim sanalarga oid tadbirlarni tashkil etish bo'yicha ham 171-sonli qarorimizda aynan o'sha ilovasiga muvofiq o'sha turkum tadbirlar belgilangan. Biz o'sha ekologiya, atrofni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi bilan hamkorlikda shu bugungi kungacha qadar ko'plab tadbirlarni amalga oshirib kelmoqdamiz. Endi aytishimiz mumkin, jumladan mana kuni kecha ko'pchilikda xabari bor, Xalqaro qushlar kuni 1-aprel kuni belgilangan. Bu bo'yicha ham masalan biz sal oldinroq harakatni boshlagandik. Bizga bir vazirligimizga taklif bilan chiqqan o'sha Murat Buildings kompaniyasiga biz labay deb javob bergan holatda ular o'zlarining o'sha homiyligi asosida o'quvchilarning o'sha tabiatga bo'lgan munosabati, ehtiyotkorona munosabatlari, qolaversa o'sha qushlarga bo'lgan munosabat, ularni o'sha boqishga, asrashga bo'lgan anaqalarni rivojlantirish, shakllantirish uchun shu Toshkent shahrimizdagi qator maktablarga qush uyalarini o'rnatib berish ishlari ham tashkil qilindi. Endi bundan tashqari qolaversa farmon qarorlari ijrosi, qolaversa mana hamkor tashkilotlar bilan bir necha ishlar olib borilmoqda. Jumladan aytishimiz mumkin, masalan o'sha Eka harakat nodavlat notijorat tashkiloti bilan hamkorlikda ishlar olib bormoqda. Qolaversa aytishimiz mumkin, ekolog jamoat birlashmasi bilan Mehr va chiqindisiz dunyo nomli o'sha 40 daqiqaga mo'ljallangan o'quvchilarimizni darsdan bo'sh vaqtlarini rivojlantirish uchun ochiq darslar tashkil etish ham aynan shu ekolog jamoat birlashmasi bilan hamkorlikda ishlar amalga oshirilmoqda.
endi yana aytishimiz mumkin, shu bugunga qadar bir necha o'sha tadbirlarni ham o'tkazishga muvaffaq bo'ldik. Jumladan aytishimiz mumkin, o'sha o'quvchilarimizda ekologik diplomatiyaning eng muhim belgilaridan bittasi o'quvchilarni faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishda. Endi o'quvchilarni faol fuqarolik pozitsiyasi o'z-o'zidan o'sha turli xil sohalar bo'yicha ularni qat'iy o'zini fikrini bildirishi, munosabatini bildirishi muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan mana yanvar-mart oylarida biz O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, Ekologiya atrof muhitni muhofaza qilish vazirligi hamda Maktabgacha maktab ta'lim vazirligi o'rtasida siz ekologiyaga oid qonunchilik bilasizmi degan respublika ko'rik-tanlovi ham tashkil etildi. Aynan yanvar-mart oylarida shu mart oyining 12-14 sanasida ushbu tadbirni respublika bosqichi bo'lib o'tib, bunda shu respublikamizda qariyb 60 mingdan ortiq o'quvchilarni qamrab olgan holatda ishtirok etishib, juda bir qiziqarli ko'rik-tanlov bo'ldi. Ushbu tanlovda ham shu yurtimizdan qator viloyatlar o'rinlarni olib, qimmatbaho sovg'alar ham ularga ulashildi. Endi bundan tashqari yana aytishimiz mumkin, aynan bu yilga qabul qilingan davlat dasturimizda ham aynan ekologiya yo'nalishi bo'yicha o'sha yosh avlodni ekologik madaniyatni shakllantirish, rivojlantirish bo'yicha ham bir qator vazifalar belgilab o'tilgan. Jumladan aytishimiz mumkin, masalan, maktablarda ekologik burchaklarni tashkil etish, qolaversa yashil bog'lar barpo etish. Bundan tashqari masalan 2025-26 o'quv yilidan maktab o'quvchilari o'rtasida o'sha eng namunali ekomaktab ko'rik-tanlovlarini tashkil etish ham aynan davlat dasturimizda belgilab o'tilgan. Endi bugungi kunda vazirligimiz tomonidan ushbu chora-tadbirlar bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan har bitta hududiy boshqarmalarimizga biz o'sha xatlar asosida maktablarda eka burchaklarni, yashil bog'larni barpo etish bo'yicha o'sha mezonlarni ko'rsatgan holatda ular bilan hamkorlikda ishlar olib borilmoqda. Bundan maqsad shu o'quvchilar o'zlarini aynan qo'l mehnati asosida mana shu ekologik burchaklarda davlat dasturida ham aynan ta'kidlab o'tilgan, ya'ni o'quvchilarni o'zlarini qo'l mehnatlari asosida yaratilgan bir mahsulotlarni maktabni bir qandaydir qaysidir nuqtasiga bir ekologik burchak sifatida tashkil qilish maqsad qilingan. Endi o'zi asli o'sha maktablarda ekologik diplomatiyani yoki ekologik diplomatiyani ahamiyatidan ham bittasi bugungi kundagi dunyoda ham mana xalqaro o'qitish metodikalarida masalan STEM ta'lim tizimini aytadigan bo'lsak ham, aql va mehnat tamoyili deb oladigan bo'lsak, aynan o'quvchi o'zini o'sha amaliyotda yoki nazariyada sinab ko'rish, nazariyada o'qigan narsasini bevosita amaliyotda sinab ko'rish. Bugungi kunda o'sha vazirligimiz tomonidan o'sha ekologiyaga bo'lgan bilimlarni o'quvchilarga yetkazish maqsadida o'sha bir qator fanlarga integratsiya qilingan holatda ta'lim berib kelinmoqda. Jumladan aytishimiz mumkin, bu o'sha tabiiy fanlar, geografiya yoki biologiya, fizika fanlariga shu integratsiya qilingan holatda ta'lim jarayonlari berib kelinmoqda endi. Endi amalga oshirilib turgan ishlar bo'yicha ko'plab gapirish mumkin. Agar bir ishtirokchilarda qandaydir o'zlari qiziqtirgan savollar yoki boshqa fikr mulohazalar bo'lsa, yana o'rtoqlashib fikrimizni davom ettirsak bo'ladi. Man bir narsani aytmoqchiman, Xurshidjon, yaxshi bir masalani ko'tardingiz. Bizni maktabda o'qib yurgan paytimizda jonli burchaklar bo'lardi. To'ppa-to'g'ri. Jonli burchaklar har bitta maktabda albatta qandaydir jonivorlar parvarish qilinardi va o'quvchilarni o'zi aynan mana shu jonli burchakka mas'ul kunlari bo'lardi. U o'quvchilar hatto ta'til kunlari ham, yozgi ta'til kunlari ham albatta o'sha kunlari kelib, bu tashvaqa bo'ladimi, tipratikon bo'ladimi, quyon bo'ladimi va hokazo, baliq bo'ladimi, har bittasi borib o'zi tabiatga qandaydir o'zi mehr. Baribir o'zingni mehnating bilan parvarish qilgan narsa shirin bo'ladi-ku. O'sha mehnatda o'zi samarasini ko'rgandan keyin, jonli tabiatni qanchalik bu mehrni olayotganini sezgandan keyin u bola hech qachon tayoqmi, toshni olib bitta jonivorga otmaydi, bir jonivorni ozor bermaydi. Mana shu narsani azaldan qilish kerak edi. Mayli endi hozir kech bo'lsa ham hechdan ko'ra kech deydi, lekin mana shu narsani nima qilish, bolalarimizda ayniqsa murg'ak qalbda bu tabiatga bo'lgan ehtiromni uyg'otadi. Qiziqarli fikrlar, qimmatli takliflar uchun rahmat. Navbatdagi so'zni inson omili natijasida atrof muhitga yetkazilayotgan zarar va uning oldini olish choralari mavzusida so'z navbatini
qishloq xo'jalik fanlari doktori, O'zbekiston Davlat jahon tillari universitetining ekologiya va yashil resurslar kafedrasi mudiri Yarmatova Diloram Yarmatovaga beriladi. Marhamat. undan oldin Xurshidjonga bitta qo'shimcha qilib ketay. Bemalol. O'sha paytda biza maktabda o'qiganda maktabda ustaxona bo'laydi, duradgorlik. Qish kelishidan qushlarga uya yasab, daraxtlarga ilib chiqaydik. O'shani ham o'zimiz qilganmiz. Bir boyagi usta bo'laydi, randalab, hamma qizlar ham o'g'il bolalar olibda o'sha qushlarga uyani katta, kichkina uyalarda olib borib osib kelaydik. Shu tabiatga o'shanda bizga mehrni maktabdan bergan ekanda. Endi inson omili va bugun atrof muhitni saqlash deganda bu juda ham eng og'ir narsa. Insonni o'zi shu tabiatda yashaydi. Birinchi tug'ilganidan uni nafas olishi kislorod bilan boshlansa, enga ovozi o'sha kislorod o'zi tabiatda turibdi. Endi nimaga bugungi kunda antropogen omil, inson omilidan tabiatni muhofaza qilishimiz kerak bo'lib qoldi. Masalan, 1800-yillarning o'rtalarida yer sharida 1 milliard odam bor edi. Oradan 2 asr 25 yil o'tib inson soni 8 milliarddan oshdi. Biz bugun teginmagan, bormagan, xalaqit bermagan tabiatga joyimiz qolmayapti. Inson omili hamma joyda. Tabiatda o'zining 5 ta organi bor. Tabiatda o'zining organi o'simlik, hayvon, to'proq, suv, havo. Bular tabiatda o'zining organi. Biz endi insonlar tabiatga, masalan, o'simliklarni qirayapmiz. O'simliklarni, hayvonlarni qirib, qarang, biz qizil kitobga kiritib qo'yamiz. Yana biz juda ham aqlli. Qizil kitobda domla mana ayting, har 10 yilda chiqayapti. Qizil kitobga kirgan o'simlik, hayvon soni yildan yilga kamayyaptimi? Albatta. Albatta. Ana shulardan bu bizni fojiamiz shu yerda. Endi biz mana atrof muhitga, bugun biz tabiatga bergan zararimiz eng birinchi ona to'prog'imiz degradatsiyalashib, ekin ekishga yaroqsiz holga kelyapti. Har kun sayin tabiatda O'zbekiston to'proqlari masalan ekin ekishga yaroqsiz bo'lib, nima uchun yaroqsiz bo'layapti? Oroldan ko'tarilgan qum, tuz bilan masalan Qoraqalpoq, Xorazm, Buxoro viloyatlarining yerlari sho'rlanib boryapti. Sho'r bo'lgandan keyin madaniy o'simliklar o'smaydi. Ana endi bu inson omili, chunki biz inson omili bo'lib Orol dengizini quritishga erishib oldikmi? Endi Orol dengizining qurishi chunki mamlakatda, dunyoda Amudaryodan suv ichadigan hududlarda odamlar soni ko'paydi. Ularga oziq ovqat yetishtirish kerak, kiyim-kechak yetishtirish kerak, chorva mollariga yem-xashak yetishtirish kerakmi? Mana inson omili. Natijada kelib biz Orol dengizi bo'yidagi flora va faunani mutlaqo yo'qotdik. Bugun Orol dengizida bir dona baliq turi qoldi. Yo'q u ham. Ulam yo'qoldi. Yo'qoldi. U ham Mana yo'qoldi. endi Orol dengizida na fauna, na flora. Lekin men o'sha inson omilini hadeb yomonlagim kelmay bir joyda plus aytgim kelyapti, bir ikki joyda. Endi o'sha Orol qumda yana inson omili o'zi qilgan xatoni to'g'rilash uchun borib saksovullar, o'sha juzg'unlar ekilyapti. O'shanda qumga, sho'rga chidamli bo'lgan o'simliklarni ekyapti. Saksovul masalan 100-120 yil yashaydi. Ham saksovul o'sdimi, uning urug'i yildan yilga to'kilib o'sha joyda ham 1 yillik novdalari to'kiladi. 1 yillik novda to'kilgandan keyin saksovulni tubida sekin asta to'proqqa yillar mobaynida aylanishi boshlanadi. Har holda saksovulning ildizlari ana shu qumlarning, tuzlarning uchishini saqlab qoladi endi. Endi yana biz inson omilini yana bir bugunlik kunda hammamiz uchun og'riqli joyi chiqindilar. Mana
shu yerda turganlarni men o'ylayman ko'pchiligi domlarda turadi. Ko'p qavatli uylar demoqchisiz. Ko'p qavatli uylarda. Lekin o'shani yo bu boshida yo u boshida bor. Lekin shunga ekologiyani men aytgim kelaydi, Islomjon, bugun ekologiyada biz ayollarni rolini oshirishimiz kerak. Chunki bolasiga haligi chiqindi to'lgan paketni berib yuboradi, bor tashabga dedim. U amon bo'lgur keladida, ana yoqda bitta jo'rasini ko'rasa, o'sha chiqindi paketni bir 2 padiz nariga tashab yetkazmaydi. Ekologiya o'zi женский rod. Ayollar agar bolam obar o'shani deb uning qulog'iga jo'rang tursa ham obar deb qayta qo'yish kerak. Yoki o'sha yeydigan ovqatlarimizni ham isrofgarchilik. Kecha bir savol ham bo'ldi, isrofgarchilik madaniyati degan. Endi u mana shu joylar hammasi inson omili bo'layapti. Endi bugungi kunda yana shu inson omili bugun nima qilyapti? Yashil belbog'lar, yashil resurslar, dunyoning boshqa mamlakatlariga qarasangiz, Xitoy Taklamakan sahrosiga 50 milliard tub daraxt ekyapti. 50 milliard tub daraxt ekib, ko'chat yetishtirgan odamlari, Islomjon, kambag'allikni qisqartirish degan bizda prezidentning bir farmoni harakati yuribdi. O'sha odamlardan kambag'allikdan chiqaray deb. U xitoyliklar ko'chat yetishtirib kambag'allikdan chiqyapti. Saudiya Arabistoni o'zini qisqagina joyidagi sahrosiga 10 milliard tub daraxt ekyapti. Afrikani hozir Kongo tomoni 2ga bo'lib, Afrikani yarmidan yashil belbog' bilan o'rayapti. Ana shularda olganda men bizni prezidentimiz kuyib, yonib, harakat bilan har yili bahorda 200 million tub daraxt ekay deydi. Men aytaman, bu odam shuncha harakat qilyapti, lekin biz o'zi har birimiz, men darsga kirsam talabadan so'rayman. Birinchi kirganimda har kun emas, necha tub daraxt ekding? Nechta ko'chat ekding? Mana shu talaba o'tirgan yoshlardan kim necha tub daraxt ekdi? Kim nechta ko'kartirdi? Yoshlar, talabalar. Lekin daraxt ekish bugun bu hammamizning ham majburiy, ixtiyoriy, huquqiy burchimiz. Chunki bir insonga bir kunda 25 kilogramm kislorod kerak. Toshkent shahrida ahvolni bilyapsizlar. Har o'qib yuragim zirillaydi. Bugun Toshkentda ahvol qanday? Bugun yozyapti. Atmosfera havosining ifloslanishi bolalarning sog'ligiga zarar berar ekan. U bolalarning emas, mana siz bilan mening ham, hammamizning sog'ligimizga. O'sha havoni nafas olyapmizmi? Bu inson omilimi? Ana quruvchilarni olib kelib mana bu yerga o'tirg'izish kerak. O'shalar eshitsin. Quruvchilar u o'rab qo'yadi, o'raganda men aytaman, mana u naryoqda qancha daraxt bor deb ichim achiydi. Ana shu yerda biz ham ayollarni ekologiyaga o'rgataylik, quruvchilarni o'rgataylik. O'sha 50 yoshlik, 60 yoshlik daraxtlarni kesib yoki ko'chirib o'tkazaman deb. Ko'chirib o'tkazilmaysan, afsona, u yolg'on, shtrafini to'lashini o'zi biladi. Qanday qilib uning baquvvat ildizlari bilan 25-30 yoshli daraxtni ko'chirib bo'ladi? Ko'chirib bo'lmaydi. Men o'simlikshunos olim sifatida ayta olaman. Ana inson omili bugun hay yaxshi, biz yana tiklanadigan energiyalarga, o'sha mana quyosh panellari, gidrogizlar quryapmiz, shamol energiyasidan, shamoldan foydalanyapmiz. Bular bizni o'zimizni qilgan xatomiz oldida arzimagangina bir avunishlar yoki yashil belbog'lar. Men hamsha o'ylayman, o'sha yashil belbog'ni hammamiz qilishimiz kerak. Yashil belbog', yashil resurs. Kim uchun? O'zimiz uchun, kelajak avlod uchunki bu. Bolalarimiz uchun u. Avvalo o'zimiz nafas olishga, keyin tug'iladigan va katta bo'ladigan farzandlar uchun. Hali shu xatolarni to'g'rilab, inson tabiatni agar mana domla aytib o'tdi, tabiatga ozor bersak, baribir tabiat o'zini o'chini oladi.
tabiat, biz tabiatga begona, biz tabiatga hech kim emas. Hali o'simlik, hayvon, to'proq, suv, havo uni farzandi. Biz o'zi kimmiz tabiatda degan savolni bergim keladi. Ana shuning uchun hammamiz birgalashib, bitta 4 ta 5 ta odammiz, mana shu o'tirgan qora ko'zlar, shu yoshlar hammasi ekologiya so'zini, atrof muhitni asrash so'zida inson omilini, o'zining rolini o'ylashimiz kerak. Bu butun o'sha O'zbekistondagi 38 million odamni ishiki, o'sha 38 million odam inson omili har birida. Demak, biz har birimizda kattami, kichkinami ekolog sifatida ko'rishimiz zarur deb o'ylayman. Bitta gapda hozir shu navbatda yana o'sha o'zimizni ota bobolarimizga, ajdodlarimizga, tariximizga murojaat qilishimiz kerak-da. To'g'ri. Masalan, o'sha aytaylik Amir Temur bog'larini olamiz, Mirzo Ulug'bek bog'larini, Bobur bog'larini. Bobur bog'larini. Bundan 500-600 yil oldin barpo qilingan shular, lekin hozirgacha mashhurda. Qanaqa qilib chiqqan shu ishda? O'sha bog'larni kelib kashf qilganlar shunaqa tan berib ketishganki, jumladan o'sha boyagi Klavixa de Gonzalesni o'zi ham kelib o'sha Amir Temur bilan uchrashganda bog'ini o'tirib, bog'ini tasvirlagan. Yana shunaqa gapni aytganki, o'sha men o'zim o'qiganman ko'zim bilan. Ya dedi, bu yerdagi odamlar degan o'sha Klavixa, ular oltin piyolada choy ichib, oltin kosada ovqat yeyshar ekan degan gap yozgan. To'g'ri, oltin bo'lmagan bo'lishi mumkin, lekin sopol bo'lganda, toza bo'lgan, ekologik toza narsalar bo'lgan. Qarang, nega bugun shuni qilmaymiz biz? Demak, biz yoshlarimizni ko'proq mana shuni yoshlarimiz o'qish kerak, o'rganish kerak, shunga intilish kerak. Nimaga shular ota bobomiz qildi-yu biz qilmaymiz? Dunyo bizga tan bergan. Biz o'ta ma'naviyatli, o'ta o'sha ekologik jihatdan birinchi o'rinda turgan bir millat bo'lamiz-da. Keyingi taqdimot aholining ekologik madaniyatini oshirishda qonunchilik hujjatlarining o'rni va ularni takomillashtirish masalalari mavzusida so'z navbatini O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputati, Xalqaro ekologiya va hayot faoliyati xavfsizligi akademiyasi akademigi, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori, professor Alixon Botirovichga beramiz. Hali tabiat qonuniyatlari to'g'risida gap ketdi. Inson tarafdan qabul qilingan qonun. Bizda qonunchilik aynan ekologiya sohasi bo'yicha agar olib qaraydigan bo'lsak, 30 dan ziyod qonunimiz bor. 300 ga yaqin me'yoriy hujjatlarimiz bor. Ya'ni qonun osti hujjatlarimiz bor. Va O'zbekiston 15 ta xalqaro konvensiyalarga, kelishuvlarga imzo chekkan yoki ratifikatsiya qilgan. Aynan ekologiya sohasi bo'yicha. Endi mana tarbiya, ta'lim to'g'risidagi qonunda ham ekologik elementlar bor. Bevosita emas, bilvosita qonunlar, misol uchun energetika bo'yicha qonunlar ham. Qonunlarimiz yetarli. Bilasizlarmi, bir narsasi muammo. Qonunni yozib chiqarish mumkin, lekin qonunga itoat qilish, uni ishlatish, unga rioya qilish bu butunlay boshqa masala. Bitta narsa, inson tomonidan jamiyat qonunlarini chetlab o'tish balkim mumkindir. Lekin tabiat qonunlarini chetlab o'tib bo'lmaydi. Tabiat kechirmaydi. Mana opani gaplarini, mana ustozni gaplarini tasdig'i sifatida men raqamlar keltiraman. Hozirgi kunda dunyoda, yer yuzida 2 million biologik tur bor. 2 million biologik turdan bittasi inson. Har yili yuzlab turlar yo'qolib ketyapti. Har yili. Hayvonot turlarida. O'simlik, hayvonot turi. Yuzlab hayvonot turlari to'g'risida hozir gapiryapmiz. O'simlik turlari 1 million 400 ming o'simlik turlari bor. 1 million 400 ming emas, 1,5 million o'simlik turlari. Mana endi ko'z oldinglar keltiringlar. Xalqaro qizil kitobga hozirgi kunda 63812 ta hayvon turlari kiritildi. Biz qizil kitob deb ko'p gapiramiz, lekin qora kitob ham bor. Qora kitob to'g'risida ko'p gapirmaymiz. Qora kitob deganim butun yer yuzidan hali inson omili deb gapiryapmiz, to'g'ri. Insonni antropogen ta'siri orqali, insonni tabiatga bo'lgan vahshiyligi orqali hozirgi kunda so'nggi 450 yil mobaynida 800 tur umuman yo'q bo'lib ketdi. Mana hozir Orol bo'yi to'g'risida gap ketdi, baliqlar turlari yo'q bo'lib ketgandan tashqari, turon yo'lbarsi yo'q bo'lib ketdi. O'zimizda turon yo'lbarsi, Caspian tiger deydi, turon yo'lbarsi yo'q bo'lib ketdi, umuman yo'q bo'lib ketdi. Biologik tur sifatida yo'q bo'lib ketdi.
yoki xaltasimon bo'ri yo'q bo'lib ketdi Avstraliyada va hokazo va hokazo. Endi O'zbekistonga keladigan bo'lsak, Qizil kitob afsus nadomatlar bo'lsin, yupqalashish o'rniga kamayish o'rniga ko'payib boryapti. 2006 yili biz qilgan Qizil kitobda 206 ta tur yo'qolib borayotgan noyob yoki yo'qolishi xavf ostida turlar sifatida qo'yilgan. 2019 yili qilingan Qizil kitobda bu turlarning soni 219 taga yetdi. Afsuski hozirgi kunda yana kengayib boryapti. O'simlik turlari misol uchun 83-yili 184 ta tur o'simlik turlari Qizil kitobga kirgandi birinchi jildiga. 2019 yili 324 tasi kirdi. Va mana raqamlar. Bunga hech qanaqa izohning hojati yo'q. Bu gapirilayotgan mana shu gaplarni hammasida asoslangan va hozirgi kundagi ko'z o'ngimizda kechayotgan afsus nadomatlar bo'lsinki, salbiy kechirmalar. Endi inson omilini iqtisodiy ta'sirini ham aytib o'tib ketishimiz lozim. Mana hisob kitoblarimga ko'ra, har yili O'zbekistonda mana atmosfera havosi to'g'risida gap ketdi. Atmosfera havosiga o'rta hisobda 2 million 200 ming, 2 million 300 ming tonna ifloslantiruvchi moddalar chiqariladi. Shundan 63% transport vositalari. Mana shu keltirilayotgan iqtisodiy zarar faqatgina atmosfera havosiga bevosita zarar yiliga 1 milliard 300 million AQSh dollarini tashkil qiladi. Agar bilvosita zararni qo'shadigan bo'lsak, bu sog'liqni saqlash uchun ko'rsatilayotgan xarajatlar, ijtimoiy himoya uchun qiladigan bo'lsa, yana 30% qo'shamiz va o'rta hisobda 1 milliard 900 million AQSh dollariga teng iqtisodiy zarar keltirilyapti. Vaholanki biz tarafdan qilinayotgan yoki to'g'rirog'i inson tarafdan qilinayotgan tabiatni tiklashga hali aytdilar-ku, ko'chirib ekib bo'lmaydi. To'ppa-to'g'ri ko'chirib ekib bo'lmaydi. Daraxtlarni ko'chirib ekib bo'lmaydi. O'shaning uchun xalqimizda dono bir naql bor. Daraxt bir joyda ko'karadi. Mana shu narsalarni olib qaraydigan bo'lsak, qanchalik iqtisodiy moddiy zarar ko'rayotganligimiz ham o'z-o'zidan ma'lum. Noriy Botirovich, katta rahmat. Vatan ostonadan boshlanadi degan gap bor xalqimizda. Shunday ekan uning obodligi, sarishtaligi ham o'zimiz yashab turgan xonadonlardan boshlanish kerak. Xo'sh, mahallalar, ko'p qavatli uylardan iborat mavzelardagi bugungi holat qoniqarlimi? Shu haqda tayyorlangan lavhamizni tomosha qilsak-da, so'ng yana mavzuga qaytsak. Ko'chib kelgan vaqtlarga taqqoslaydigan bo'lsak, mahallamizni mana hozir juda ham o'zgargan. Aholining madaniyati o'sha chiqindilarni kerakli belgilangan joylarga tashlashi, ko'chada, ko'ylarda toza saqlashi, o'zining yo'laklari, podyezdlari, ariqlari, bolalar maydonchalarini toza saqlashni, ya'ni o'sha jamoatchilik bilan o'zlari nazorat qilishyapti. Demak, bu o'sha xalqimizni ekologik madaniyatdan dalolat beradi. O'ylaymanki, bundan keyin ham bu yo'nalishda targ'ibotlarni agar kuchaytirsak, mana shu aholimiz oldida o'zimiz jamoatchilik o'rtasida katta kichiklar, nuroniylar bilan birgalikda u juda ham yaxshi natija beradi kelajakda. Birinchi ko'chib kelganimizda ahvol juda og'ir edi. Ko'chalarimiz chang-to'zon, musorlar ko'p edi. Odamlar hamma ko'chib kelganda axlatlarni har xil joylarga tashishardi. Keyin bizga yashil zonalar qurib berishdi. Keyin mana daraxtlar, ko'chatlar ko'proq ekildi. Keyin obodonlashtirish ishlari juda zo'r olib borildi. Yo'laklarda gazonlar, gullar ekilgan chiroyli joylarga bir xilga odamlar yoki bolalar axlatlar tashlab ketish holatlarini ko'rib ham, lekin xafa bo'lamiz. Namuna bo'lishimiz kerak bolalarga. Masalan, shu axlatni yedimi, ichdimi, o'sha bor joyiga olib borib tasha deb o'rgatish kerak. Masalan, bizda ham har oyda yoki haftada yoki mana ro'za, hayitlardan oldin, Navro'zlardan oldin tozalik ishlari olib boramiz, shanbaliklar o'tkazamiz. Lavhani ko'rdik. Unda aks etgan
holatlar hech birimizga begona emas. Demak, fuqarolarimizda bu mening uyim, bu mening mahallam, bu mening vatanim degan egalik tushunchalarini, egalik hissini shakllantirishni, kuchaytirishni davrning o'zi talab etyapti. Shunday emasmi? To'g'ri, mana madaniyat shakllanmayapti, madaniyat ko'tarilmayapti. Biz ko'proq yaxshi bilamiz, chunki biz Toshkentda Iskandar aka siz bilasiz, Dilorim bilanlar, Xurshid aka bilasiz, tramvay bo'lardi, trolleybuslar yurardi, to'g'rimi? Keyin Toshkentda metro qurildi. Tramvayning ichki holatidagi sharoit pista po'choq bo'ladimi, qog'oz bo'ladimi, hamma narsa bo'lardi trolleybusda. Lekin metro qurilganda shunday talab bo'ldiki, shakllandiki insonlarda. Yo'q, u yerga tashlab bo'lmas ekan. Qani tashlab ko'rchi? Sen javobgarlikka tortilasan yoki umuman yo'l qo'yilmadi. O'shaning uchun metrodagi jamoat transportidagi madaniyat, bu yerdagi avtobus bo'ladimi, tramvay bo'ladimi, trolleybus bo'ladimi, u yerdagi jamoat transportlaridagi madaniyatdan butkul farq qiladi. Demak, qilsa bo'lar ekan. Shuning uchun bu narsani yo'q qilib bo'lmaydi, qilish mumkin emas degan gaplardan yiroq bo'lishimiz kerak. Yana bitta narsa ham hozir shakllandi. Ilgari suv ko'chalarda shunday oqib yotar edi. Bemalol haligi ko'chani o'rtasida ekilgan daraxtlardan hozir qayerda ko'ryapmiz? 2 yildan beri ko'rmayapmiz. Hamma joyda shtrafi oshdimi? Hech kim o'shanday qilmayapti. Lekin avtomobilsiz kun deganda hech kim unga amal qilmayapti. Hech kim shtraf qilib, demak o'sha chet ellarda bo'lganingizda hamma joy toza. Ularda shtraflari, o'sha to'lovlari, jarimalari juda katta. Demak, bizda ham mana suvni hozir tejay boshladikmi? Tejay boshladik. Mana ko'p qavatli uylarda olti ham oqqani oqib nima bo'laydi? Hozir yo'q. Ya men shu jahon tillarida o'sha archa ko'cha bo'ylab hali o'rtadagi nimalardan o'sha gullar landshaftni sug'arish uchun haftada 2 kun 3 kun suv shunday oqaydi. Hozir 2 yildan beri men bir marta ham suv oqib yotganini ko'rmayapman. Shunday bo'lsa ham, demak, mana yoshlarga, kechirasiz Dilorim opa, gapingizni bo'ldim, uzr. Yoshlarga bitta misol. Baribir shunday bo'lsa ham qilingan ishlarga qaramasdan Toshkentda o'rta hisobda bir sutkada 400 litrdan oshiq suv sarf aholi jon boshiga to'g'ri keladi. Vaholanki Amsterdamda 167 litr, Londonda 148 litr, Xitoyni shaharlarida misol uchun o'rtacha 200 litr sarf qilinadi. Buni ikkita sababi bor. Hali ham suvni unchalik qadriga yetmaymiz. Hali ham baribir yetdi boshladik, chunki majburmiz. Ikkinchidan, ichimlik suv sifatida foydalanadigan suv texnik inshootlar uchun, texnik iste'mol uchun olinyapti. Boshqa mana Dilorom opa to'g'ri aytdilar, boshqa rivojlangan mamlakatlarda texnik suv bilan ichimlik suv trubalari har xil, o'zgacha, boshqa. Ya'ni ichimlik uchun ishlanadigan suvni trubasi kichkina, texnik suv uchun foydalanadigan suvni trubalari katta. Korxonalar, muassasalar ichimlik suv sifatida olinadigan suvni texnik maqsadda foydalanyapti. Mana shuning uchun ham Toshkentda shaharda afsuski hali ichimlik suvni iste'moli hali kattaroq. Katta rahmat, hurmatli tadbir ishtirokchilari. Ekspertlarimizning fikrlari bilan tanishdik. Mavzuyimiz dolzarb, qiziqarli. Shuning uchun o'ylaymizki, bu yerda yig'ilgan ishtirokchilarning ham bir qancha savollari bor. Endi bevosita savol-javoblar qismiga o'tsak-da, navbat bilan savollarimizni ekspertlarimizga bersak. Marhamat. Mirza Karimova Malohat Abduvahidovna, Sanitariya gigiyena va kasb kasalligi ilmiy tadqiqot instituti. O'zbekistonda ekologik madaniyatni shakllantirish, rivojlantirish hozirgi qay darajada rivojlangan va qanaqa ishlarni olib borishimiz kerak? Marhamat. Juda to'g'ri, o'rinli savol-ku, lekin qay darajada rivojlangan degan savolga birinchi navbatda atrof muhitga ahamiyat berib, qay darajada biz munosabatimizni o'zgartiryapmiz va atrof muhitga qay darajada ehtiyotkorona bo'lyapmiz degan savolni berish kerak. Buni mezonlari bitta. Tabiat ozor chekmayaptimi? Demak, insonlarning ongida, madaniyatida
ma'lum bir darajada ekologiyaga bo'lgan munosabat o'zgardi. Mana hozir aytilyapti-ku, daraxtlar ekilyapti, albatta daraxtlar ekilyapti, lekin bir tarafdan daraxtlar ekilyapti dedilar Dilorom opa. To'g'ri, har yili 200 milliondan ortiq ko'chat va butalar ekilyapti O'zbekistonda. O'zbekiston strategiya 2030 strategiyasiga asosan umummilliy hududni 30%ni yashillik qoplash kerak. Lekin bir tarafdan ekilyapti, ikkinchi tarafdan qurib qolyapti daraxtlar. Uchinchi tarafdan noqonuniy kesishlar ham hali butul bartaraf bo'lgani yo'q. Demak, ekologik madaniyat oxirigacha hali yetib borgani yo'q. Buni darajasi, chegarasi yo'q. Qanchalik inson tabiatga ehtiromi kuchaysa, shunchalik ekologik madaniyatni talablari ham kuchayadi. Mana shundagina o'zimizga biz nima qilishimiz kerak. Har doim hamma vaqt inson ruscha qilib aytadigan bo'lsak, o'zini atrofidagi tabiatni, atrofida o'zini komfort his qilsa, ana o'sha demak o'zini munosabati bo'ladi. Endi ekologik madaniyatni shakllantirish bu shaxsiy tushuncha, xususiy tushuncha. Har bir inson o'zidan boshlash kerak shakllantirishni. Oddiy misollar keltirardik-ku, esinglarda bo'lsa, bir stakan suv bilan ham chiqib yuvsa bo'ladi, boshqa narsa, suvga ehtiyotkorona bo'l va hokazo. Ariqqa qarab supurma, va hokazo. Mana bu ham ekologik madaniyatning bir elementlari. Kerak bo'lsa oilada, bog'chadan shuni singdirish kerak. Maktabda qilishimiz kerak. Maktabda mana hozir Xurshid akamiz aytib o'tdilar, har bir fanni o'qitayotgan paytda albatta ekologiya bilan bog'lash kerak deb o'ylayman men. Bu vazifamiz, shuni qilishimiz kerak. Navbatdagi savolimiz, marhamat. Assalomu alaykum. Hozirgi Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi mutaxassisiga savolim edi. Hozirgi aytib o'tgan gaplaringizga bevosita davomi sifatida bundan 25-30 yil oldin biz boshlang'ich sinfda o'qigan paytimiz atrofimizdagi olam degan fan bo'lardi. O'qituvchimiz hozirgidek esimda maktab bog'iga chiqarib, qaysi daraxt nimaga xizmat qilishi haqida ma'lumot berardi. Hozirgi kunda boshlang'ich sinflarda ekologiyaga taalluqli dars kiritilmagan. Nimaga buni aytyapman? Ayolim o'qituvchi, bevosita xabardorman uni o'tayotgan darslaridan, nimasidan. Deyarli umuman ko'rmayman ekologiyaga taalluqli bir fan yoki tayyorlanayotganini yoki uni dars jadvaliga ekologiyaga taalluqli soat kiritilganini. Bu haqda qanday ish olib borilyapti? Chunki boshlang'ich ta'limda juda ham bu narsa muhim. O'zimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, bir kuni bitta chiqindini tashlayotgan paytim, bog'chadagi o'g'lim buni tashlash mumkin emas dedi. Bu paytda ekopartiyada ishlamasdim. Shundan beri chiqindini ko'chaga tashlamaydigan bo'lganman. Demoqchimanki, bolalarning tarbiyasiga ko'proq e'tibor qaratilsa, bevosita ular bilan birga ota-onasini ham, kattalarni ham tarbiyalagan bo'larmidik. Endi aytishimiz mumkinki, bugungi kunda o'sha ekologiya fanini joriy qilish bo'yicha alohida mana ishlar olib borilmoqda. Bundan tashqari o'sha vazirlik tomonidan ekologiya fanini bir qator fanlarga integratsiya qilish holatda dars o'tish maqsad qilingan. Chunki bu borasida aytishimiz mumkinki, ma'lum bir fanni amaliyotga joriy qilish uchun aytishimiz mumkinki, o'sha fan o'quv dasturlari, qolaversa darsliklarni ishlab chiqish, chop etish, kadrlar bilan ta'minlash masalasi juda zarur hamda ma'lum bir mablag'ni ham talab etadi. Lekin mana hozir yuqorida aytib o'tganimdek, jami 163 soat ajratilgan. Bu mana aytib o'tdim, tabiiy fanlar, geografiya, biologiya, fizika, kimyo hamda tarbiya fanlariga singdirilgan. To'g'ri. Endi bu yerda o'sha darslikni joriy qilishda aynan buni o'sha har bitta darslikni chop etishni o'zi davriyligi bor. Bundan xabaringiz bor. Masalan, ma'lumot uchun aytib o'tishimiz mumkin. 1-sinflar uchun alifbe darsligi hamda 1-4 sinflar uchun mo'ljallangan o'quvchining mashq daftari har yili. 1-sinflarning qolgan darsliklari 2 yilda bir marta. 2-4 sinflar uchun darsliklar 3 yilda bir marta. 5-11 sinflar uchun darsliklar 5 yilda bir marta nashr etiladi. Shu qatorda aytishimiz mumkinki, aynan bitta fanni o'sha amaliyotga joriy qilish uchun kamida mana shu ishlarni amalga oshirish uchun soha mutaxassislaridan 2-3 yil vaqt talab qiladi. Bu degani hozirgi kunda ishlar olib borilmoqda. Olib borilishdan tashqari ekologiyaga oid mavzular bu tashlab qo'yilmagan. Aytib o'tganimdek, fanlarga integratsiya qilingan holatda o'quvchilarga chuqur o'rgatib borilyapti. Endi buni yana shu biz ta'kidlab o'tardik.
o'quvchi maktabga borganda to'g'ri ustozidan ma'lum bir bilim oladi, kitobdan bilim oladi, lekin aynan o'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish, ularni atrof muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishda baribir ota-ona bilan oilaning ham hissasi katta deb o'ylayman. Chunki tarbiyani bevosita ko'proq farzand o'zini yaqinlariga ota-onasidan qarab oladida. Agar oilada o'sha atrof muhitga ehtiyotkorona, o'sha qo'pol qilib aytganda axlatni o'sha axlat qutiga olib borib tashlashda o'zi bitta katta madaniyat yotibdi-da. Chunki ko'p qavatli uylar haqida gap ketdi. Ota-ona tomonidan farzandga aytiladi, axlatni borib axlat chelikka tashlab kel. Lekin ko'p kuzatamiz, o'quvchilar emas endi, yoshlar boradi, nima qiladi uni? Borib axlatni ma'lum bir mo'ljallangan joyga emas, ko'chaga tashlab ketish holatlari yoki boshqa narsalar. Aytmoqchimanki, birgalikda harakat qilib, ham oila tomonidan, ham aytganingizdek bu o'sha o'quv dasturlari, fan dasturlarini takomillashtirish orqali ish olib borilsa, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi endi. Rahmat. Navbatdagi savolimiz, marhamat. Bilamizki, bugungi kunda dunyo miqyosida global iqlim o'zgarish hodisasi ro'y beryapti. Bu borada butun dunyo hamjamiyati buni global iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish, buni oqibatlarini yumshatishga qaratilgan sa'y-harakatlarini olib boryapti. Chunki buni xalqaro nufuzli tashkilotlar minbarida ham bugun kun tartibida bu birinchi masala etib ko'rilyapti. Endi mana shuni hisobiga bugun dunyo miqyosida ham dunyo hamjamiyati, har bir davlat ham o'zini oldiga global rivojlanishni maqsad qilib qo'ydi. Har bir iqtisodiy jihatdan ham, ijtimoiy jihatdan ham global rivojlanishni qo'ydi. Iqtisodiy rivojlanishda foydalanayotgan tabiiy resurslarimiz oqibatida biz tabiatga qancha zarar yetkazyapmiz. Buni hisob-kitob qilish juda muhim hisoblanadi. Yer osti boylik, yer usti boyliklarimiz, suv, havo hammasi tabiiy resurs. Bugun bundan qanchalik darajada biz iqtisodiy rivojlanish uchun foydalanyapmiz, lekin buni qayta tiklash uchun bugun biz olib borayotgan islohotlarimiz, unga sarflayotgan mablag'larimiz, unga sarflayotgan mehnat resurslarimiz, aql resurslarimiz bu balansi beradimi? Muhim bo'lgan ishlar turibdi. Mana shularga e'tibor, fikrlaringizda aytsanglar. Rahmat. Og'riqli savol. Men raqamlar to'g'risida gap ketadigan bo'lsa, o'tgan asrning 50-yildan boshlab hozirgi kungacha aholi soni arifmetik progressiya bilan oshgan bo'lsa, tabiiy resurslardan foydalanish geometrik progressiya bilan oshdi. Ikkita, uchta misolni keltiraman. Misol uchun, elektrostansiyalar quvvati aholi 3 barobar oshgan bo'lsa, 60 yil so'nggi 60 yil mobaynida elektrostansiyalarning quvvati 22 barobar oshdi. Elektrostansiyalarni elektr energiya olishi aynan 80% hozirgi kunda neft, gaz, ko'mirga to'g'ri keladi. Ya'ni qattiq, suyuq, gazsimon uglevodorodlarga to'g'ri keladi. Po'lat eritish 6 barobargacha oshdi. Bug'doy ishlab chiqarish 6,5 barobargacha oshdi. Qog'oz ishlab chiqarish, alyumin ishlab chiqarish 15 barobarga, qog'oz ishlab chiqarish 5,6 barobarga oshdi. Aholi nufuzi 3 barobar oshganda. Ya'ni nima aytmoqchimanki, va shu tufayli ham hozirgi kunda umumiy olganda tabiiy resurslarning 75%ni biz ishlatib bo'ldik. 25% qoldi. Hali opa bir yaxshi gap aytdilar, mana qishloq xo'jaligi to'g'risida. Ko'z oldingizga keltiring, o'sha noto'g'ri, nosalbiy oqibatida hozirgi kunda O'zbekistonda 10 kvadrat metr har daqiqada 10 kvadrat hosildor yer cho'lga aylanib boryapti. Chiqib ketyapti. Mana sizga nima? Xo'p, buni yo'li bormi degan savol tug'iladi. Buni hozirgi kunda boshqa haligi bir gap bor-ku, demokratiya albatta bizga yoqmaydi-ku, lekin hali hanuzgacha insoniyat yangiroq, undan ham qulayroq jamiyatni o'ylab topmagan degan gap bor-ku, ibora bor-ku. Hozirgi kunda so'nggi paytlarda yashil iqtisodiyot degan tushuncha, yashil energetika degan tushuncha, yashil o'sish degan tushuncha kirib kelyapti. Xo'p, yashil iqtisodiyot degani nima degan savol tug'iladi. Jo'yali qilib aytganda, lo'nda qilib aytganda, yashil iqtisodiyot bu tabiiy resurslardan integrallashgan va oqilona foydalanilgan holda kamchiqitli, chiqitsiz texnologiyalarni hamda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy qilib, birinchi navbatda atrof muhitni ifloslanishini pasaytirishga va hozirgi kunda to'g'ri aytib o'tib ketdingiz Navro'zbek, iqlim o'zgarishini
parnik gazlarini yoki issiqlik gazlarini emissiyasini kamaytirishga qaratilgan texnologiyalarni joriy qilish bu yashil iqtisodiyot hisoblanadi. Hozirgi kunda yashil iqtisodiyot, men hech narsadan qo'rqmasdan aytaman, bu yangi ijtimoiy iqtisodiy formatsiya. Bu formatsiya insoniyat hozirgi kunda eng o'ziga optimal hisoblangan, bir ko'chaga kirib qolmaslikka intilayotgan davrda o'ylab topilganmi emas, bu ixtiro qilindi. Qilingan narsa, majburan ixtiro qilingan narsa. Shuning uchun iqlim o'zgarishiga keladigan bo'lsak, yana bitta ikkita raqamlarni sizlarga keltiraman azizlarim. Chunki biz endi sal yoshimiz kattaroq, yoshlar buni bilsa yaxshi bo'ladi, kelgusida nima bo'ladi. Dunyoda 150 yil mobaynida, so'nggi 150 yil mobaynida iqlim umuman harorat 1.1 gradus Selsiyaga o'rtacha o'zgardi. Markaziy Osiyoda so'nggi 80 yil mobaynida o'rtacha harorat 1.7 gradus Selsiyaga ko'tarildi. 1.7, ya'ni dunyodagi, ya'ni sayyoradagi iqlim o'zgarishiga nisbatan deyarli 2 barobar ko'proq, intensivroq o'zgaryapti. O'rtacha har yili 10 yilda harorat o'rtacha 0.28 gradus Selsiyaga ko'tarilyapti Markaziy Osiyoda. O'zbekistonda shu jumladan. Agar shunday tendensiya bo'ladigan bo'lsa, moyillik shunday bo'ladigan bo'lsa, 2050-yilga borib iqlim o'zgarishi 3 gradusgacha ko'tariladi. 2080-yilga borib agar mana shunday ahvol bo'ladigan bo'lsa, 6 gradusgacha harorat ko'tarilishi mumkin. Bu juda ham xavfli narsa. Hozirning o'zida biz muzliklarimizni, Amudaryo va Sirdaryoni shakllantiradigan asosiy muzliklarimizni 33% ni yo'qotdik so'nggi 40 yil mobaynida. Bunday holat davom etadigan bo'lsa, 2040-yilga borib Amudaryoda suvni shakllanish hajmi, o'zingizlar bilib turibsizlar hozir, 15% gacha, Sirdaryoda suvni shakllanish hajmi 8-10% gacha qisqarishi mumkin. Aholi o'sib boryapti. Suvga talab ko'payib boryapti. Suvga bo'lgan talab ko'payib borgan sari, harorat ko'tarilgan sari muzliklar kamayib boryapti va mana hozir qishloq xo'jaligi to'g'risida gap ketdi. Eng xatarli joylarda hozir qishloq xo'jaligi qilinayotgan bo'lsa, mana Qoraqalpog'iston, Xorazm, 4.300.000 gektar yerni 2 milliondan oshiq gektari har xil turdagi sho'rlangan bo'lsa, u yoqda cho'llanish ko'paygan bo'lsa, keyin u yerda umuman qishloq xo'jaligini yuritish mumkin bo'lmay qoladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining bashoratiga ko'ra 2050-yilga borib iqlim migratsiyalari dunyoda 216 millionni. Bizning hisob-kitobimizga ko'ra 2040-yilga borib Markaziy Osiyoda 2,5 millionta kishi o'zini an'anaviy yashab turgan joydan chiqib ketishga majbur bo'ladi. Mana sizlarga oqibat. Shuning uchun Navrozbek, bu juda ham og'riqli savol, juda ham to'g'ri savol. Lekin yoshlarimiz shu narsani tushunish kerak, bilish kerak. Navbatdagi savolimiz, marhamat. Ko'p hollarda guvohi bo'lyapmiz mana o'rnatilgan cheklovlar. Iste'mol madaniyatini shakllantirish bo'yicha maktablarimizda yoki qonunchiligimizda yana cheklovlarni ko'paytirish kerakdir. Balki to'g'ri tushunamiz, bu jamoatchilikda iliq qabul qilinmaydi. Lekin vaziyat shuni taqozo etayotgan bo'lsa, albatta bular joriy etish kerak. Mahallalarimizda, nuroniylarimizni ichida buni targ'ib qilish bo'yicha qandaydir targ'ibot tadbirlarini kuchaytirishimiz kerakdir. Maktablarda shu odobnoma darslarida yoki ma'naviyat soatlarida bularni yana ham teranroq tushuntirish bo'yicha yo'llanma berish kerakdir. Aytmoqchi bo'lganim shu turli tizimlarda bu bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilyapti hozircha? Yangi rejalar bormi shu tizimlarni kuchaytirish bo'yicha? Javob uchun oldindan rahmat. Elektr energiyasini sarf xarajati bo'yicha men bitta misol keltirmoqchiman. Toshkent shahrida bugungi kunda 530 ming atrofida oila bor, xonadon bor. Jumladan bizning Mirzo Ulug'bek tumanida 96 ming xonadon bor-da. Shularda agar kuniga 1 kilovatdan iqtisod qilsa elektr energiyasini, bu salkam 700 ming kilovat soat elektr energiyasi iqtisod bo'ladi. Xuddi shu ma'noda suvni ham xuddi shunday iqtisod qilish kerak. Mana bularni hammasi bu borib ekologiyaga borib taqiladi. Demak biz birinchidan qazib olishni shunga moslashtiramiz. Ikkinchidan uni xarajatini boya sarflash miqdorini ham shuni hisobga olamiz. Bu sohada nuroniylarimiz juda katta ish olib borishyapti. Biz hamma qaysi mahallaga, masalan biz 70 ta mahallaga bir 15 kishidan iborat o'zimizning guruhimiz bor. Har bir mahallaga borganda albatta o'sha yoshlarni yig'ib, xalqni, aholini yig'ib shu ishlarni tushuntiramiz.
to'g'ri ayrimlariga to'g'ri qabul qilishadi, ayrimlari noto'g'ri qabul qilishadi. Savol berishadi, nima uchun narxlar oshib ketyapti, gazniki, suvniki. To'g'ri tushunish kerak. Narxlar oshishi bizga bog'liq emas. Bu dunyoda shunaqa bugun jarayon ketyapti. Bu birinchidan. Ikkinchidan, hozirgi kunda ham narx oshgani bilan davlat bizga elektr energiyaga ham, suvga ham, gazga ham katta miqdorda davlat dotatsiya beryapti. Ya'ni xalqim qiynalib qolmasin degan maqsadda davlatimiz shu ishlarni amalga oshiryapti. Bularni ham odamlarimizga to'g'ri tushuntirishimiz kerak. Rahmat kattakon. Navbatdagi savol bor ekanmizda, marhamat. Aziz mehmonlar, hurmatli ustozlar, biz O'zbekiston Ekologik partiyasi ekologik sanalarga bag'ishlangan tadbirlardan, shuningdek, mana avtomobilsiz kun tadbirini ommalashtirishga ko'proq e'tibor berishga harakat qilamiz. Negadir mana suvni tejash tadbirlarini olib borganimizda bunga aholini e'tibori kuchliroq bo'ldi va bu tadbirga ko'proq omma jalb qilindi. Shu tadbirlarni ommalashtirishga sizlarning fikringiz qanday? Qanday shuni amalga oshirsa aholiga nisbatan ta'sirchanroq bo'ladi? O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Qani, mana sizni boshingizdan o'tibdi shu narsa. Suvga iqtisod qilishga yaxshi bir ijobiy natija beribdi-ku, lekin avtomobilsiz kunga afsuski natija bermabdi. Nimaga shunaqa bo'ldi? Sizning fikringizcha? Endi kundalik hayotimizda asosan avtomobilda yuramiz. Avtomobilsiz kunni amalga oshirish insonlarga qiyinchilik tug'diryapti. Mana jamoat transportlariga ko'pchilikning chiqmasligi yoki o'sha jamoat transportini ko'pchilik tomonidan ma'qul ko'rilmasligi. Suvni tejash bu kundalik hayotimizda shu narsani doimiy amalga oshirib kelayotganligimiz uchun menimcha bu narsa ta'sirchanlik. Suvsiz ham tura olmaymiz-ku, to'g'rimi? Suvsiz bir daqiqa ham xayolimizni tasavvur qila olmaymiz. Men nazarimda hali bu yaxshi gap bo'ldi, mana Iskandar aka. Iqtisodiy dastaklar, omillar yo'q. Suv resurs. Lekin avtotransportni ishlatmasangiz, iqtisodiy manfaat ko'rmaysiz. Mana shuning uchun balkim bitta sababi iqtisodiy manfaat ko'rmaslik uchun. Keyin hozir mana ko'z oldingizga keltiring. Ko'pchilik nafaqat transport deylik, hozir ko'z oldingizga keltiring. Birorta yoshlar o'zini mobil telefonsiz hayotini tasavvur qila oladimi? Hayotni tasavvur qila olmaydi. Xuddi agar bir xayollardan o'tgan bo'lsa kerak, ota-bobolar qanaqa qilib bu mobil telefonsiz yashagan ekan, qanaqa qilib ish yuritgan ekan deb o'ylasanglar kerak. Biz bizni davrimizda boshqacharoq edi. Chiroq bo'lmasa, ota-bobolar qanaqa lampa shishada kun ko'rgan ekan deymiz. Mana shu narsa hamma narsa nisbiy tushuncha. Iqtisodiy agar manfaatdorlik bo'lmasa, insonlar baribir o'zini ijtimoiy hayotini shunga bog'laydi. O'z rohat, farog'at. Yashang. O'zini huzurini, halovatini o'ylaydi. Bu narsani men bejiz aytayotganim yo'q. Bunaqa misollarni ko'p keltirish mumkin. Mana 40 mikronlik paketlar to'g'risida olaylik. Shularni oldin taqiqlandik, nima qildik, lekin bu ham yoddan chiqib ketdi. Agarda hozirda baklashkalarni topshiradigan punktlarni ko'paytirsak va unga topshirgan nimaga haq to'lasak, mana ko'rasiz, ko'chada bitta ham baklashka qolmaydi. Chunki avvallari butilkani qabul qiladigan punktlar bo'lardi. Har butilkani 10 tiyindan qabul qilinardi. Rahmat, hurmatli ekspertlar, bugun tabiatga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish uchun qanday aniq amaliy choralar ko'rish zarur va bu savolga beriladigan javoblarni biz suhbatimizning yakuniy xulosalari sifatida qabul qilamiz. Buning uchun sizlarga o'z navbati bilan 1 daqiqada vaqt ajratamiz. Marhamat. Ekologik ta'lim tarbiyani inson o'zidan boshlash kerak. Bu birinchisi. Ikkinchidan, oddiy xatti-harakatlarni qilish kerak. Mana daraxt ekish deyilyapti, ko'chani toza tutish deyilyapti. Bu ham juda ham muhim emas. Uchinchidan, men ekologik madaniyat emas, ekologik ma'naviyat tushunchasini kiritgan bo'lardim. Ma'naviyat ham chuqurroq, ham anglab yetish, insonni qalbidan chiqadigan narsa ma'naviyat. Insonni tafakkuri emas, faqatgina qalbidan chiqadigan. To'rtinchidan, bir tahliliy masalalar bo'yicha Shukurjon. Mana shu maktablarda yo'natlar bo'lardi oldin. Yashil patrullarni tashkil qilish kerak.
Mana shu yashil patrul. Undan tashqari bizda buloqcha chiqardi mana eka harakatda, Radnichok, Markaziy Osiyoda. Shu buloqcha bolalarni ekologik ta'lim tarbiyasiga ma'lum bir darajada hissa qo'shardi. Bu masalalarni ham yo'lga qo'ysak yaxshi bo'lardi sizni vazirligingiz bilan. 4-dan har bir shaharlarda tabiat muzeylarini tiklash kerak yoki shakllantirish kerak. Bolalarni o'sha yerga olib borish kerak. Va eng asosiysi yana bitta mana nimam bir muqaddas so'z bor hadisda. Vatanni sevmoq iymondandir deb. Men qo'shimcha qilgan bo'lardim. Tabiatni sevmoq ham iymondandir. Iskandar Samandarovich, marhamat. Har bir kishi bu masalaga loqayd bo'lmasdan, befarq bo'lmasdan, demak o'zimizni ishimiz sifatida qabul qilishimiz kerak-da. Agar shunday munosabat bildiradigan bo'lsak, boshqalarni ham o'zimiz namuna bo'lib ko'rsatadigan bo'lsak, demak menimcha aholini uyushtira olsak, birlashtira olsak, aholini safarbar qila olsak, bu albatta shunga erishishimiz kerak. Shunda bir bizni qilayotgan ishlarimiz natija beradi. Endi yana bitta narsa, mana davlatimiz rahbari bu masalada juda ham shunaqa keng ish olib boryaptilarki, men o'tirib ayrim payti faoliyatlariga nazar solib bunday qarayman-da. Qayerga borsalar shu ekologiya masalasini, orol masalasini, iqlim masalasini ko'taryaptilar. Endi bu ham olganda bitta aytaylik partiyaning vazifasi emas yoki bir qanaqadir bir guruhning vazifasi emas. Bu yana qaytaraman, bu xalqning vazifasi, hammamiz vazifamiz. Rahmat. Dilorom Yormatovna, marhamat. Meni o'ylashimcha ekologiya yoki tabiatni asrash oiladan, bog'chadan, maktabdan kelishi kerak. Qachonki o'sha oilada ko'rsa, bog'chada bog'chapa o'rgatsa, yoshlikdan qulog'iga quyilib kelsagina biz tabiatni asray olamiz. Agar O'zbekiston ayollari shu ishga bosh qo'shsa, shu partiyada bir ayollarning bir klubi bor. Ana shu klublarni rivojlantirish kerak. Ayollar bosh qo'shsa, mamlakat ham obod bo'ladi, tabiatni ham asrashga erishamiz. Xurshid Po'lajonovich, marhamat. Qisqa xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bugungi munozaradan o'quvchilarni o'sha ekologik ongini rivojlantirish uchun turli xil eko aksiyalar, tanlovlar, masalan, loyihalarda ularni bitta g'oya atrofida birlashtirib, faol ishtirokini ta'minlashni maqsad qilib olish kerak. Shu bo'yicha ham bir qator ishlar hozir reja qilinyapti. Kelgusida mana shu ishlar bo'yicha muhim qadamlar amalga oshiriladi endi. Rahmat. Hurmatli tadbir ishtirokchilari, avvalo barcha ekspertlarimizga qimmatli ma'lumotlar bilan o'rtoqlashgani va faol ishtirok uchun samimiy minnatdorlik bildiramiz. Bugun muhokama qilingan g'oya va takliflar jamiyatda ekologik madaniyatni shakllantirish va rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etishidan umidvormiz. Sana nima qilib qo'yishingizni xohlardim. Mana borib Batirusha deb aytdi, paketlar qarang. Meni mana ayol kishi mana sumkamda, chunki qarang mana. Ana shunaqa paketchalarda olib yuraman. Magazinga, korzinkaga borganimda u 300 so'm, 400 so'm u pagoda qilmaydi. Lekin hamma joy paket bo'lmasin deb mana shunaqa paketlarni qilib sumkamga solib qo'yaman. Hamma